Hayat nima degan zirkishlik, nima degan ma'nosiz. Avum bu narsalarni yo ololmasam. Ajab zirikdim bu hayotni. Oyog'i ishdan nima degan yarashqin. Olmasa aytı iPhone berkan o'txi. Nimishki mening uningdek narsarim yo'qdi. Uningdek kiyim-kechaklerim soatim bo'lgan bo'lsa, men nima degan baxtli bo'lardim akashki. Ey Allah, meni aşı balni o'rnida qilib qo'ygin. Ey Allah, meni aşı balni o'rnida qilib qo'ygin. Ey Allah, meni aşı balni o'rnida qilib qo'ygin. Vah, dal men havas qilgan narsalarim yarashibdi bu. Kiyim-kechaklerim, telefonim. Mening putum. Yok. Bugün günümüzdeki hayatımızın ma'nisiz tuyulishi ba'zi yoshlarning va yoki cho'nglarning tushkunlikka mubtalo bo'lishining asosli sababi ostiga qo'limizdagi ne'matlarni tunimaslik va boshqalarning qo'lidagi narsalarga havas qilish yushirgan bo'ladi. Chunki inson o'zining qo'lidagi ne'matlarni tunimagan vaqtida boshqalarning qo'lidagi narsalarga havas qilganda o'zini doim mahrum his qiladi. Amaliyotda qarab qo'yadigan bo'lsak, bizning qo'limizda bor narsalarning atrofimizdagi xili kishilarning qo'lida yo'q ekanligini his qilamiz. Masalan, biz qimmatini his qilmagan, ne'mat ekanligini tuymagan bu ikki ko'zimiz nurg'unlagan a'mo kishilarning hayotidagi eng chong orzusi. Biz qimmatini his qilmagan, ne'mat ekanligini his qilib Allohga shukr qilib boqmagan ikki putimiz, putidan ayrilgan, menish ne'matidan ayrilgan nurg'un kishilarning hayotidagi birdan bir orzusi. Shu topda nurg'unlagan kishilar siz va menda bo'lgan saqliq bo'lmaganligi tufayli doktorxonada ingrayotmoqda. Agar siz ana shularga o'xshash qiyin ahvollarga tushgan bo'lsangiz, menish ne'matidan ayrilgan bo'lsangiz, ko'z ne'matidan ayrilgan bo'lsangiz, va yoki ma'lum kasalliklar sababli doktorxonada ingrayotgan bo'lsangiz, ichingiz siqilib, hayotdan xushallik ololmadim deb shikoyat qilamdingiz. Herkes unda qilmaydingiz. U vaqtdagi birdan bir dardingiz shu musibatdan qutulib chiqish bo'ladi. Afrikada tushkunlik nisbati, depression nisbati intayin tuvan ekan. Chunki ularning butun kuyi hayot qilishda, jon baqishda, qursoq to'yg'izishda. Ajaba qursoqingiz to'yib qolganligi, boshqa musibatlarga mubtalo bo'lmaganligi tufayli hayotdan ma'no ololmadim deb shikoyat qilsangiz, bu Alloh qilgan isyon bo'lmamdi? Ajaba yoki siz Allohdan bir musibatning kelishini kutib o'tamsiz? Aslida Alloh taolo sizning tiningizni saq qilgan ekan. Alloh mening tinimni saq qilibdi. Endi buning qarta men Alloh qanday shukr qilaman? Qanday qilib majburiyatimni ado qilaman? Mening bu dunyodagi mavjudlik vazifam nima? Nima uchun Alloh taolo menga boshqalarga o'xshash sinoq va musibatlarni bermadi? Buning qarta men qanday qilib shukr qilaman deb bu haqda o'ylashingiz kerak emasmidi? Shu topda beshingizga cho'ngroq bir musibat kelsa, hayotdan ma'no ololmadim, xushallik ololmadim degan bu xiyollar uyingizga kirib chiqmaydi. U vaqtdagi butun xiyolingiz, uyingiz o musibatdan qutulishli bo'ladi. Demak, Alloh taolo sizga xotirjamlik va tiningiz saqlikdan iborat bu buyuk ne'matlarni bergan ekan. Sizning birinchi bo'lib qildigan ishingiz o'zingizning bu dunyodagi mavjud bo'lish sababingiz haqida o'ylash va o'zingizning musulmonlik majburiyatingizni ado qilish bo'lishi kerak. Mana bu orqali siz Allohga haqiqiy shukr qilgan bo'lasiz. Chunki Alloh taolo sizga sog'lom badanni bekoga bermadi. Agar biz Allohning ne'matiga shukr qilmasak, ya'ni bergan ne'matlarning qimmatini yetib, o ne'matlarni Alloh yo'lida ishlatmasak, majburiyatimizni ado qilmasak, Allohga kufrlik qilgan bo'lamiz. Ya'ni tuzkorlik qilgan bo'lamiz. Agar sizda shukr yo'q, davomli isyon, shikoyatli bo'ladi ekan, o'zingizning iymonini tekshirishingiz kerak. Chunki bir odamda shukr bo'lmaganda kufr kiradi. Kufr bo'lganda bo'lsa, Allohning azobiga qoladi. Alloh taolo Qur'on Karimda la in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsanglar, ya'ni sizlarga bergan ne'matlarning qadrini bilib, qimmatini bilib, uni Alloh yo'lida ishlatsanglar, dunyodagi majburiyatinglarni ado qilsanglar, sizlarga o ne'matni ziyoda qilaman, ko'paytirib beraman. Ya'ni saqliq bo'lsa, u saqliqni sizlar to'g'ri yo'lga ishlatgan bo'lsanglar, o'zinglarning majburiyatini ado qilish yo'liga ishlatgan bo'lsanglar, onlarni texmi saq qilaman. Agar moldan iborat bir ne'matni bergan bo'lsa, uni loyiqida ishlatgan bo'lsanglar, uni texmi ziyoda qilib beraman. Wala in kafartum, agar tuzkorlik qilsang, ya'ni Alloh bergan ne'matni tunmasanglar, ya'ni Alloh taolo sizga sog'lom tan bersa, iqtisod bersa, ilm bersa, uning qadriga yetmay, yana tuzkorlik qilib hayotdan ma'no ololmadim, tushkunlikka mubtalo bo'ldim desanglar, inna azabi lashadid. Azobim nihoyat qattiq. Ya'ni sizlarga bergan u ne'matlarning hammasini elib olaman va sizlarni qattiq azoblayman deb Alloh taolo Qur'on Karimda aniq jakoladi. Shunga o'zimizda bor ne'matning qadriga yetaylik. Inson o'zidagi ne'matni tunmagan vaqtida, uni Alloh yo'lida ishlatmaganda, ya'ni o'zimizning yaratilish g'oyasi bo'lgan u ne'matlarni Alloh yo'lida ishlatmagan vaqtida hayotda ma'no ololmaydi. Tushkunlikka mubtalo. Chunki Alloh taolo insonni dunyoda ma'lum bir majburiyat bilan yaratgan. Ya'ni Alloh taolo bizning yaratilishdan ilgari alastu bi robbikum, men sizlarning Robbinglar emasmi deb bizning tabiatimizga, bizning fitratimizga uni yozib o'tgan. Bir inson Alloh
gunohdan yiroqlashadigan nima ishlarni qilib baqsin, ko'ngil ochadigan har xil ishlarni qilib baqsin, bu odamning hayotiga tushkunlik mubtalo bo'ladi. Hayotda ma'no ololmaydi. Chunki o'zining mavjud bo'lish ma'nosini yo'qotgan. Shuning uchun o'zimizda bor ne'matlarning qadrini bilaylik, boshqalarning qo'lidagi narsalarga havas qilmaylik. Inson o'zining nafsini qo'yversa, insonning nafsi bu dunyodagi narsalarga to'ymaydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda inson bolasining, ya'ni insoniyatning ikki vodiy, ikki jilg'i keladigan oltini bo'lsa, ya'ni uchinchisi bo'lsa deb orzu qiladi. İnsanning nafsini, insonning qurusig'ini faqat turab, ya'ni tuproq to'yg'izadi. Ya'ni bu dunyodagi nafsi o'lganda to'xtaydi. Shuning uchun nafsimizni yig'ib qanoat qilishni, shukr qilishni beraylik. Oz qanoat qilgan odam ko'pkam qanoat qiladi. Oz qanoat qilmagan odam ko'pkam qanoat qilmaydi. Qanoat qilish deganlik hargizmi harakat qilmaslik, tirishmaslik emas. Tirishish, ammo boshqalarning qo'lidagiga havas qilmaslik, hasad qilmaslik deganlikdir. Shuning uchun hayotdan shikoyat qilishning o'rniga harakat qiling, tirishing, o'zingizni bor ne'matning qadriga yeting. Sizda bor shu 2 put nurg'un kishilar yo'q, sizda bor shu 2 ko'z nurg'un kishilar yo'q. Shu topda doktorxonada nurg'ulg'an kishilar sizdagi sog'lom buyrakka ehtiyoj tufayli ingrayotgan bo'lishi mumkin. Nurg'ulg'an kishilar sizda bor sog'lom yurakka ehtiyoji bo'lganligi tufayli doktorxonalarda o'limni kutib yetayotgan bo'lishi mumkin. Shunga shikoyat qilishdan to'xtab, harakatga o'ting.